Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 20-dekabr 2025-yil. Bizda qor. Mana teplitsada. Menimcha bu so'nggi malina terishim bo'lsa kerak. Lekin hali terim bor ekan. Mashalloh. Hech narsa qilmagan. Shunday turibdi. Bir ham chiroyli bo'lib. Bugun topshiramiz, xudo xolasa terib. Keyin ustilarini ochib, hasharotlarni o'ldirib, mana malinalarimiz holatlarini qarang. Hech narsa qilmagan. Mashalloh. Bitta no tarafi bor ekan. Sovuqda malinalar egizak bo'lib qolar ekan mana. Ikkiga bo'linib. Ko'ryapsizlar? Egizak bo'lsa ham, hozirda bu ikkiga bo'linib qolgan bo'lsa ham, bularning narxi 200 mingdan sotilyapti. Mana bunaqa отборныйlar, mana. Отборныйlar mana 300 mingdan kilosi. Hozirda. Mashalloh.